Ana bu yerda o'tirgan askar ovqat yemayapti. Chaqirsak bo'ladimi? Mehmet, kel oğlum. O'g'lim, nega sho'rvangni ichmayapsan? Hukmdorim, har kuni bizga oshxonadan mazali taomlar berishardi. Birinchi marta bunday kamtarona bug'doy sho'rvasi berishdi. Shunchaki hayajonlandim. Onam qishloqda shunday ovqat pishirardi. Qanchadan beri onangni ko'rmading? 5 yildan beri ko'rmadim, hukmdorim. 5 yil. Harbiy xizmatdan bo'shagan bo'lish kerak edi. Jazo olganmi? Hukmdorim, bu ko'ngilli ravishda umr bo'yi askarlik qilishni so'ragan. Rostdanmi? Nega? Hukmdorim, bizning qishloq Urumiyda, Gretsiya chegaralariga yaqin. Gretsiya urushidan oldin dushman birinchi bo'lib bizni qishlog'imizga hujum qildi. Onamni o'ldirishdi. Keyin qo'shinimiz kelib, greklarni haydab yubordi. Qishlog'imizni qaytarib oldik. O'sha kundan keyin so'z berdim. Boshqa bolalar onasiz qolmasligi uchun umrbod xizmat qilaman dedim.